Xudo xolasa sentrafugamizni Qashqadaryoga chiqarib yuboryapmiz Marg'ilondan o'z egasiga. Bir yo'li rotorlari bilan uni hamma yo'lini komplekt qilib berganmiz. Dastlabga qilib beryapmiz. Xudo xolasa kimga shunday sentrafuga xizmatlari zarur bo'lsa, telefon orqali zakaz olib, manzillariga chiroyli yetkazib beramiz. Motori 18 kilovatlik bo'ladi. Trubalari qalinda bo'ladi, 10 lik turbadan bo'ladi. Balonli qilib berganmiz. Zakaz asosida xohlasa podushkali qilib beramiz. Xohlasa nariga ham, bu ham voha tomonga qilib beryapmiz buni ham. Qoraqalpog'istonga bo'lish kerak. Bu rotorlari bilan motorlari yangi bo'ladi. Bitgan holati. Bitgan holati. Shu holat bo'ladi. Cho'tkasini qo'yib beramiz. Yo'qlar, hamma yo'q, komplekt. Asl berdi o'zlari, terallar. O'rni shitlari bilan shiti bekilagan. Mana buni Qoraqalpog'istonga qilib beryapmiz. Bu yo'l karaskalari bilan bu yo'li ijabekalik. Yabillarigacha qilib beryapmiz. Mana shitlari bo'ladi. Poni avtomatlashtirilgan qilib chiroyli qilib ter berganmiz. Buni o'zi bas. Xohlasa vaqtli qo'yib qo'yaveradi. Xohlasa 3 minut, xohlasa 2 minut orqa oldi aylanaveradi. Kimga shunday sentrafugalar zarur bo'lsa, telefon orqali zakaz olamiz. Xudo xolasa manzillariga chiroyli qilib yetkazib beramiz, dastlabkichida qilib. Manzilimiz Marg'ilon akvaparkni oldida joylashgan, yo'lda betida.